Assalomu alaykum do'stlar, mana sizlar bilan 3-qismdan boshlab oldik. Biz 3-qismga qaratilishda davom etamiz. Yani faqat resurs to'plamasdan yer qaziymiz. Yer. Unda do'stlar ko'proq yer qazib olsam, men sizlarga aytaman. Ko'p qaziganimda shu videoni davom ettirib qo'yaman. Mana ancha yerni ham qazib olibman. Ana do'stlar, o'zi ham ancha yerda olib tashladim. Yerlar nega chekkan ekan bitta balo sandiqda ham ko'rdilaring o'zi ana anchalab ketganmishda mana shu uchalasi qoldi. Mana sandig'imizni ko'rsatsam. Mana sandig'imizda o'zi ketyapti. Shuncha yerchilash deyarli bajarilyapti. Xo'sh, juda ham ko'pgina yer qazish yerda olamiz. Endi mana shu yerga qazib ketaveramiz. Analarga ham kelyapti. Do'stlar, ikkinchi qism chiqqaniga nafas qo'yinglar, menga challenge'lar beraveringlar do'stlar. Challenge'larni endi kutib qolaman. Men juda ham ko'p challenge ko'rmoqchiman. Sizlar ko'rish aytmoqchilik. Mening narigi videoim ham albatta chiqadi. Shu aytganimdek o'zi videosi ham chiqadi. Men do'stlar umuman chidab turolmadim. 10 ta like yig'ilishiga shartta 3-qismda qolaverib ketaverdim. Do'stlar, shuncha yer qazib, mehnat qilib, shuncha yerda olganim uchun, shuncha yerda qazib chiqqanim uchun do'stlar, obuna bo'lib top qazib shuncha mehnatim uchun do'stlar, like bosib obuna qo'yish esdan chiqmasin. Jigarlarim. Ro'za videosi ham xudo xolasa yaqinda chiqadi, yo bugun yo ertaga yo boshqa kun chiqadi. Bitta ro'za videosi ham ro'za tutib ko'ramiz. Aytganchalik do'stlar, yana undan keyin yaqinda ro'za videosidan keyin xudo xolasa yana bitta videoim bor. Qanaqa videoda bo'lasalaring, Minecraft'da cheat yozishda o'rgataman. Minecraft'da cheat yozishda. Masalan, jonni 500 saqlash, xohlagan blokgacha sakrash, har bir qimirlashda 500 olasang, 400 olasang, 550 ta qilib yugurishlar o'rgataman sizlarga. Undan keyin qo'lingni solishlar, boshqa bo'laklar. Keyin birovni o'ldirish, atrofdan silab o'ldirib tashlash, o'zingni o'ldirib tashlashlaring, keyin qo'lingni sanab yo'q qilishlaring. Masalan, sizlar kimdir asablaringizni qo'ydimi, shart cheat yozib ustidan o'ldirib tashlashlaring yoki jang qilayotgan paytda g'irromchiliklarni qilgan bo'lsa, shu sizlar ichidagi narsalarni hammasini tozalab olib, bittada sekin qirib tashlaysiz o'zingizning narsalar bilan. Yoki jang paytida unga bildirmasdan jonlaringni 500 saqlab olasizlar. Ketdi. Shoshalarni umri bo'ylab o'ldirolmaydi. Men sizlarga shunaqa narsalar o'rgataman. To'lab aytganim sindi. Jonim ketib ketdi. Bo'lmasa yana chiqazgandan so'ng men sizlarga videoni davom ettiraman. O'ylayman. Do'stlar, va nihoyat oxirgisini qazyapman. Yeb berib o'yladim. Ko'mir. Tak.
nihoyat do'stlar va nihoyat biz bu challenjni bajardik do'stlar, bajardik. Do'stlarim, bajardik biz bu challenjda. Yes. Do'stlar, aytganchalik yana bitta narsa ko'rsataman sizlarga. Buni ko'rib qolasizlar. Do'stlar, bugungi videomizga albatta obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Mana qaranglar, shunday mehnatimiz uchun voy. Qiynalib o'lgarib o'tib ketdim ey. Shunchalik vaqt men bu videoni olishimga naq 2 soat vaqtim ketdi do'stlar. Kuchim yo'qsa 2 soat. Haqida so'zizga amal qilishni maslahat beraman. Bu so'zni hozir aytaman. Obuna bo'ling. Obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Shuncha mehnatimiz uchun bitta like arziydi-ku do'stlar. Albatta bu videomizga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Dilshod Wax va Gaplex kanaliga obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Obuna bo'ling. Yana shunaqa ajoyib challenjlaring bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Men hammasini birma-ketin bajaraman. Mana hozir bu challenjni bajardik. Ikkinchi qismda men bu challenjni bajardim. Bunga qilishga 2 soat vaqtim ketdi. Voydod. Bol ko'rishguncha xayr. Obuna bo'lib qo'ying.